2024-yilning top 10 ta reytingi baland multfilmlari. 10-o'rin Lunchik multfilmi. Bu safar quvnoq guruh Lunchikni onasini topishga va uyiga qaytib borishga yordam berishga qaror qiladi. 9-o'rin Хранители, birinchi qism. Super qahramonlarga boy boyvik va fantastika janrida suratga olingan ajoyib multfilm. 8-o'rin Как приручить бизонов. Irlandiyalik yetim Tom va Mary cho'ntaklarida hech baqosiz transkontinental temir yo'li orqali sarguzashtlarga otlanishadi. 7-o'rin Moana 2 multfilmi. Ushbu qismda Sardorning jasur qizi xavfning yo'q bo'lib ketishini oldini olishi va Buyuk okeandagi barcha qabilalar uchun suv yo'llarini ochishi kerakligi haqida hikoya qiladi. 6-o'rin Gatkiya 4-qism. Ushbu qismda Gru Maksim Lemal va uning mashhur dugonasi Valentina timsolida yangi dushman bilan to'qnash keladi. 5-o'rin Orion Itma. Ushbu multfilm boy tasavvurli bola yangi do'sti Tia ismli tabassumli gigant bilan unutilmas tungi sayohati haqida hikoya qiladi. 4-o'rin Kung Fu Panda 4-qism. Po o'zining o'rniga yangi ajdarho jangchisini tayyorlab, o'zi esa Tinchlik vodiysining ma'naviy rahnamosiga aylanishi kerakligi haqida hikoya qiladigan multfilm. Va nihoyat kuchli uchtalikka yetib keldik. 3-o'rin Transformers Начало. Yosh Optimus Prime va Megatron quroldosh aka-ukalardan ashaddiy dushmanlarga aylanish haqida hikoya qiladigan ajoyib multfilm. 2-o'rin Головоломка 2-qism. Yangi personajlar, ya'ni yangi his-tuyg'ular, xavotir, hasad, tijolat va zerikish. Bu his-tuyg'ular bosh qahramon Raylining o'spirinlik davri o'tayotganligi sababli vujudga keladi. Va nihoyat 1-o'rin Diki Robot multfilmi. Yovvoyi robot ijtimoiylashuv qanchalik muhimligini eslatadi, ammo bu bir-biriga hech kim bo'lmagan mavjudotlardan oila yaratish haqidagi hikoya emas. Multfilmning muhim mavzusi jamiyatga mansublik, 3 ta asosiy qahramon va outsiderlar haqida hikoya qiladi. Ushbu sanab o'tgan barcha multfilmlarni siz bemalol ITV platformasiga o'tib tomosha qilsangiz bo'ladi.